Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday zo'r ona bola ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa bugungi videoni oxirigacha ko'rib, quvvatlab turaverasizlar. Bugungi ona bolani zo'rlardan olib kelibdilar Islomjon akamiz. Assalomu alaykum Islomjon aka. Alaykum assalom. Suyimsiz, o'zingiz yaxshimisiz? Suyimsiz. Ha. Assalomu alaykum obunachilar. Hammalaringga bugungi kun xayrli bo'lsin. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Akalar, shu bugungi videoni oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Xudo xolasa qo'ylarda yaxshidan kelgan ikkita ona bola qo'yimiz kelgan bugungi videomizga aka. Akalar, bittasini bolasi qo'chqor, bittasiniki ulug'. Birinchi partiya qilib, ikki partiya qilib chiqaramiz. Birinchisiniki qo'chqor akalar. Akamjon qo'yni ko'rsatavering. Mana akalar, Ona bolani bu birinchisi so'ragandaga. xolos ona bolani zo'r varianti kashtanidan. Suyagi kattasidan so'ragandaga. Bu zo'r varianti mana akalar. Mana ketboshlari ham o'ta kelishgan. Hamma joyiga kelishgan, zo'r. chiroyli bola degan qo'y. Bolasi ham qo'chqor. Bolasi qo'chqormi buni? Bolasi mana. Bolasini ko'rsating. Mana akalar, Bolasi bolasi. yeridimba bolasi ham. Bolasi ham o'ta kelishgan narsa ekan, xudo xolasa. O'ta chiroyli. Jonivor. Bu onasini bo'ylari necha? Akmal onasini bo'yini 80 pilusga beraveramiz. Onasini bo'yi 80 ga. 80 pilusga olishaveradi. 80 pilis ko'z. Bolasi ham pashti qo'y bo'lib qopti, jonivor. Onasi yetib olgan salkam akmal. Bu nechalik atrofida taxminan? 3 oylik atrofida bo'lsa kerak. 3 oylik atrofida, jonivor. O'ta zo'r ekan. Onasi ham o'ta sho'xlik qilyapti. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi akmal ha. 3-chi bolasi. Onasi ham o'ta zo'r, yuzlari ham to'la variantda. Kulashga keldi qo'yimiz akmal ha. Jonivor. Akalar, yuzlari ham kelishgan. Dumbalari ham tikka yerdimba. qo'yimiz yetib kelganiga necha kun bo'ldi? 1 kun bo'ldi. Kecha kechqurun yetib 1 kun, kelgan. kechqurun yetib keldi. Yebichida sinovdan o'tdi. Qo'yda ozgina Garantiyalari bor-a buni? Ha, bir hafta Yebichlariga yebichida sinov olishaveradi. Jonivor. Juda chars qo'y ekan-a. Chars qo'y. Yebishlariga bir hafta garantiyasi bor. Akalar, mana qo'yimizning holati ham, yurishlari ham mana. Yebishlari yerdan chiqqan ajriqni ham yeyapti, jonivor. Akmal yebichidan kamchiligi yo'q. Uylariga borgandan keyin xotirjam bir hafta sinov olishaveradi yebichini. Bolasi ham yemashakka kirib qolgan. Jonivorlar. O'ta zo'r variantidan ekan. O'ta kelishgan, yirigidan so'ragan obunachlaringizga. Yerigidan. Jonivor. Bolasi qo'chqor dedingiz-a buni? Bolasi qo'chqor akmal ham. Bolasini ham qo'yib qo'sa Qo'chqor. bo'laveradi. Qo'chqor qo'yga qo'shgani. Bolasi ham o'ta zo'r narsaga. Dumbalari ham o'ta kelishgan. Ikki dumba bolasi ham o'ta. Ular yurishlari ham o'ta zo'r, oyoq qo'llari uzun kelishgan narsalar. Ilgari baqvoq bo'lar ekan. Xolasa olsangiz baraka topadigan narsalar ekan, akalar. Tavsiya qilamiz. Duo qilib boqib yuradi. Islomjon aka, buni hamma ma'lumotini berdingiz endi. Qo'y o'ta zo'r. Qancha maqtagan bilan kam. Endi buni hamma ish narxida, narxi nech pul deysiz? Narxini ham chiroyli qilib beramiz akmal hozir obunachlaringizga xudo xolsa. Dangal qilib, kelishtirib, yo'lida qilib, chiroyli qilib aytingchi. Ha. Obunachilar qo'yni holatiga qarab narx aytaveramiz. Xudo xolsa kimga ma'qul bo'lsa telefon aloqa chiqarasizlar. Chiroyli qilib yetkazib beraveramiz. Akmal ham buni 6.200 ming so'mga Toshkentga dostavkaga beraman. Toshkentga dostavkasi bilan 6.200 ming so'mga Toshkentgacha dostavkasini qilib beraman. ha, 6.200 ming xayriyam bormi? Endi mayli, o'g'il odamga xayrini qilib beramiz. Xayriga qancha o'tib berasiz? Siz obunachilaringizga hech kim aytganingiz sotilmagan. Xayriga. Xayr. Dangalni gapiringchi. Dangal gapiraman, mayda juda emas. Ha, 250 ming so'mdan 100 ming so'm xayrini qilib beraman. 6 million 100 gami? 6.100 ming so'mga Toshkentgacha dostavkasini qilib chiqarib beraman. 6 millionga tursa-chi? Bitta kamayib qoladi akmal. Kamaymaydi, yaxshi narx 6 millionga. Beradigan joyi yo'q. Hech kim aytganini sotmaydi. 100 ming so'm xayriga o'tib beraman. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin akmal. 6 millionga. O'zi yaxshi narsa, yaxshi so'rab qo'ydik o'zi. 6 millionga beraman, o'tib ber deyishmang, dostavkasini qilib beraman, gap yo'q. Oldi. Joning sotganga ham barakasini bersin. Ana akalar, 6 million so'mga dostavkalar qayergacha? Toshkentgacha. Dostavkalar Toshkentgacha akalar. Shoshilib aloqaga chiqaradi. Bir dona bolasi qo'chqor. Bu birinchi partiyamiz edi. Ikkinchi partiyaga o'tamiz. Mana akalar, ikkinchi partiyamizga yana bir dona ona bolamizda. Islomjon aka, buni bolasi nima? Buni bolasi urug'ochda akmal ha. Buni bolasi urug'ochi, onasiga o'xshagan. O'sha aytdim-ku, bugungacha suyagi yirigidan kattasini so'raganlardan chiqadi akmalxon. Jonivor.
Bu oxirgisi. O'zi ikki donani bola qo'yamiz. Partiyamiz. Bolasi urg'och lekin buni. Bolasi urg'ochi. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi Akmalxon. Ikkinchi bolasi. Onasining yuzlarini qarang. Onasi ham Yuzlari ham aytib turibdi, yoshligini o'zi, jonivordi. O'ta Onasi zo'r yoshlar. variantdan ekan. Mana akalar qo'ydimizda. Akmalxon tishini ham Alloh beradi buni. Ichgan go'zal qo'ylar realda bo'lsin mana. To'rttadan endi 6-siga chiqaryapti. To'tidan endi 6-chiga chiqgan. Qo'ydi bo'yi ham bor, 85 atrofida, 80 plus bu ham. 80 pilisga o'raslar buni ham. Bolasi ham toza hisor, simju. Bolasi ham o'ta zo'rdan ekan. Bolasi taxminan necha oylik atrofida? Bu 2,5 oylik atrofida Akmalxon. Ha, ikkala. Mana akalar, orada 5-6 metr masofa bor, mana qo'yimiz holatga. Qo'yni yaqinga borsak, O'ta qochib zo'r. ketyapti, ko'ryapsiz. Masalan, hali ham bolasi emiyapti, jonivordi. Hali ham bolani boqyapti. Bolani Yevroda Akmalxon. ko'rsatmasin, bolasi ham zo'r ekan-a. Jonivor. Islomjon aka, buni endi hamma ma'lumotini berdingiz. Hop, Buni narxini necha bo'ldingiz endi? narxini Hamma ish narxida-da endi. Endi bolasi so'liq, sal yengilroq bo'ladi bolasi qo'chqorda. Bolasi so'liq endi arzonroq berasiz-da. Necha bo'l? Yaqin qilib aytaymi, bola degan qilib. Nangar qilib aytamki, so'ramaydigan qilib. 6 million narxi yo'q, 5,5 million narxi yo'q. 5 million 300 ming so'mga. Buni ham Toshkentga dostavkasini qilib beraman. 5 million 300 ming so'mga. Xayr 5 bormi? 300 ming so'mga. Xayrni qilib beraman, telefon qo'yib odamga. Men ham telefon qilishaveradi. 5 million 100 ming so'mga nima deysiz? 5 million 100 ming so'mga aytmoqman. Unda bolasi kichkina bilan bo'lib qoladi-yu. O'zi puli yengilroq kelgan, yengilroq chiqaramiz Akmalxon. Bo'ldi. Siz Yana ham yengilroq bo'lsin-chi. 100 ming tushib beraman. 5 million 200 ga. Ha, bu 5 million 200 ga chiqar degan odamga chiqaraveraman. Ko'ragasizmi? Joni sog'. Akalar mana 5 million 200 ming so'mga bunisini bolasi sog'liq. Dastavkalar qayergacha? Toshkentga. Shoshilib balaqa chiqaramiz aka. Bunaqasi juda kamdan kam kelyapti. Ona bolalar 5 million 200 ming so'mdan bo'lib ketdi Islomjon aka. Barra qo'zin narxda Akmalxon. Ikkita barra Mana shu qo'zin bolasini o'zi ham bozorda 2,5 million